O'zbekistonning eng oldi avtomobilidan Traverse avtomobilini sizlarga sotib olib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli Soat Avto kanali obunachilar. Do'stlar, 2021-yilda ishlab chiqarilgan Premier pozitsiyasi eng fulli bo'ladi. Kraskalar rodnoy, yurgan probeglar ham rodnoy. Xullas, tayyor avtomobil do'stlar, podarishni qilib tayyorlab qo'ydik. Bunga qilingan ishlar do'stlar, polniy oldi mordasi Bruno plyonka bo'lgan, oldi stoykalari, bakoylari hamma yeri Bruno plyonka bo'lgan. Xullas, tayyor podarishni qilib tayyorlab qo'ydik. Narxi 378 million so'm. Gelasizlar ustida gelishib beramiz. Barter varianti ham bor, kredit varianti ham bor. Kredit olaman desangiz do'stlar 165 million so'm bilan kelsangizlar, qolganini kredit chiqarib beramiz. Oyina 6 million so'mdan tushadi. Xullas, 3.6 motorda bo'ladi, bilasizlar. V-obrazli 6 silindrli motor bo'ladi, 318 ot kuchi bo'ladi bunda do'stlar. Yurishlari vobshe derski bo'ladi. Xullas, hozir laykni bosamiz, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar. Bir qator videosini ko'rib tomosha qilamiz yana. Ko'rishingiz mumkin. Hammaga nasib qilsin deb qolamiz. Layk bosib esdan chiqmasin. Taptoza avtomobil do'stlar, bir yeridan qirchilgan, chizilgan, defektli yerlar yo'q. 5 ключевой достуp bor. Ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari vobshe komfort, hamma narsasi bor. Двойной lyuklar ham bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Slipoy zonalari bor. 360 gradus kamerasi bor. Podarishni qilib, chiroyli qilib, o'zi mashinamiz o'zi ham taptoza, mana. Pastda do'stlar, Traverse sotiladi deb izini egasini nomerini qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Videoda nomer durmaydi, pastda turadi nomeri. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Like bosish esdan chiqmasin. Balolar ham toza, yani holati zo'r. Bir gap bilan aytganda do'stlar, paket avtomobilini ko'rishingiz mumkin. Hammaga nasib qilsin deb qolamiz do'stlar. Like bosish esdan chiqmasin. Like bosgan barmoqlarimiz shu mashinaning rollarida bo'lishini tilab qolamiz do'stlar. Holati zo'r, 1 gram aybi kamchilik yo'q, rodnoy, probeg ham, kraskasi ham rodnoy. Xullas, narx ham zo'r, 378 million so'm. Pastda nomer turadi, bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Shu kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar, like bosasizlar. Kimga niyat etib shu avtomobilni niyat etgan do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga nasib qilsin.